ko'rdik mana. O'zbekiston, fransuz, Parijdagi. Buni O'zbekiston esa Buxoro restorani norog'a. Buxoro ko'ryapsiz, mana yonida turibman. Uyutni yaxshigina joy. Demak, o'zbek tilida va'da bergandim, mana o'zbek tilida material tayyorladik. Buxoro restorani. Albatta Parijga kelsanglar, albatta shu restoranga kirib ovqatlarni tomosha qilib ko'rishingiz mumkin. İçiga kirib ko'rdim, ko'rdinglar. Ichiga kirib ko'rdim. Juda shinam Buxorocha devorlarga narsalar osgan. Chiroyli. Mana va endi misol uchun xudo xolasa agar misol uchun YouTube'ga shu videoni загрузить qilsam, demak mana shu joy haqida, ya'ni o'zbekcha oshxona haqidagi joy haqida endi o'zbek tilida ham bo'ladi material.